Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar, qadrdonlar. Mana bugun yana men G'anieva Gulxaya ustoz. Bugun sizlar bilan video darsimiz orqali qisqacha bo'lsa-da ham siz va bizga qiziq bo'lgan PISA xalqaro baholash dasturining mazmun va mohiyati haqida tanishib chiqamiz. Demak, bugungi darsimizda biz reja qilib PISA dasturining kelib chiqish va asosiy maqsadlarini, PISA baholash yo'nalishlari o'qish, matematika, tabiiy fanlar, PISA dasturining o'ziga xosliklari va OECD mamlakatlaridagi mohiyati, amaliyoti, boshlang'ich ta'limda PISA kompetensiyalarining shakllanishi, o'quvchilarda funksional savodxonlikni rivojlantirishga ta'siri hamda PISA dasturining boshlang'ich sinf uchun ahamiyatli natijalarini ko'rib o'tamiz. Qani unda ketdik. PISA dasturining kelib chiqishi va asosiy maqsadlari. PISA Program for International Student Assessment bu iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti tomonidan 1997-yildan boshlab tashkil etilgan xalqaro baholash dasturidir. Uning asosiy maqsadi 15 yoshli o'quvchilarning o'qish, matematika, tabiiy fanlar bo'yicha funksional savodxonlik darajasini aniqlashdir. PISA dasturi 3 yilda bir marotaba o'tkaziladi. Hozirda 2022-yil bizda birinchi bor o'tkazilgan bo'lsa, 2025-yilga kelib tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Dastur 60 dan ortiq OECD mamlakatlari va 100 dan ziyod ishtirokchi davlatlarni o'z ichiga oladi. O'zbekiston ilk bor 2022-yilda PISA dasturida ishtirok etdi. Bu mamlakat ta'lim sifatini xalqaro baholash darajada muhim bosqich ekanligidan dalolat beradi. PISAning asosiy farqi shundaki, u o'quv dasturini emas, balki hayotiy muammolarni hal qilishda bilimdan foydalanish qobiliyatini baholaydi. Ya'ni PISA bilimni yod olish emas, balki bilimni real vaziyatlarda qo'llashni o'lchaydi. PISA dasturining asosiy maqsadlari ta'lim tizimining natijadorligini xalqaro miqyosda tahlil qilish, o'quvchilarning kundalik hayotda bilimdan foydalanish darajasini aniqlash hamda davlat siyosati uchun ta'lim sifatini oshirish bo'yicha dalillarga asoslangan tavsiyalarni berishdan iborat. PISA baholash yo'nalishlari o'qish, matematika, tabiiy fanlar. PISA dasturida 3 ta asosiy yo'nalish mavjud bo'lib, bular o'qish savodxonligi, matematik savodxonlik hamda tabiiy fanlar savodxonligidir. O'qish savodxonligi bu yo'nalish o'quvchining matnni anglash, tahlil qilish, tanqidiy fikrlash, baholash va ma'lumotdan foydalana olish qobiliyatini o'lchaydi. Misol uchun, o'quvchidan reklama, e'lon yoki ilmiy maqoladan kerakli ma'lumotni topish va xulosalash talab etiladi. Matematik savodxonligi bu yo'nalish o'quvchilarning matematik tushunchalarni real hayotdagi muammolarni hal qilishda qo'llay olish darajasini aniqlaydi. Masalan, iqtisodiy masalalar, grafik tahlil, foiz, hisoblar, ekologik modellar kabi topshiriqlar beriladi aynan matematika savodxonligi yo'nalishida. Tabiiy fanlar savodxonligi yo'nalishida o'quvchilarning tabiat hodisalarini ilmiy tushuntira olish, dalillar asosida xulosa chiqarish, tajriba natijalarini tahlil qilish ko'nikmalari baholanadi. Masalan, global isish, suv aylanishi, inson salomatligi, energiya manbalari kabi mavzular asosida savollar tuziladi. Baholash usuli qanday? Baholash usuli PISA testlari ko'p variantli, ochiq javobli, grafik, diagrammali, matnli va real holatli topshiriqlardan iborat bo'ladi. Har bir baholashda bitta yo'nalish asosiy yo'nalish sifatida tanlanadi. Masalan, PISA 2018 yo'nalishida o'qish bo'lgan bo'lsa, PISA 2022-yil yo'nalishida matematika yo'nalishi tanlangan. PISA dasturining o'ziga xosliklari va OECD mamlakatlaridagi amaliyoti qanday? OECD mamlakatlarida PISA natijalari ta'lim siyosatini shakllantirish uchun strategik ko'rsatkich sifatida xizmat qiladi. Finlandiya PISA 2000-yil natijalaridan so'ng ta'limda tenglik va o'qituvchi malakasiga e'tibor kuchaydi. Singapur va Yaponiya PISA 2012 natijalari asosida STEM ta'lim yondashuvini kengaytirdi. Kanada va Avstraliya o'quvchilarda funksional savodxonlikni oshirish uchun Reading Across Curriculum dasturlarini ishlab chiqdi. PISA testlari milliy o'quv dasturlarini tahlil qilish, o'qituvchilar tayyorgarligini takomillashtirish, baholash tizimini yangilash uchun asosiy mezon bo'lib xizmat qiladi. Boshlang'ich ta'limda PISA kompetensiyalarini shakllanishi,
Garchi PISA dasturi 15 yoshli o'quvchilarni baholasa-da, bu kompetensiyalar boshlang'ich ta'limdan boshlab shakllanadi. Boshlang'ich bosqichda quyidagi PISA kompetensiyalari rivojlantiriladi. Bular: matn bilan ishlash ko'nikmalari, o'qiganni tushunish, ma'lumotlarni ajratish, tahlil qilish, matematik fikrlash, muammoli vaziyatlarni matematik modelda ifodalash, tadqiqotchilik va kuzatish malakasi, tabiiy hodisalarni izohlash va xulosa chiqarish, muammoni yechish va ijodiy fikrlash, turli yondashuvlar orqali natijaga erishish. Demak, PISA kompetensiyalari boshlang'ich ta'limning metodik yondashuvlari, darslik mazmuni orqali shakllanadi. O'quvchilarda funksional savodxonlikni rivojlantirishga ta'siri qanday? PISA dasturining eng muhim tamoyili bu funksional savodxonlik tushunchasidir. Funksional savodxonlik bu insonning bilim, ko'nikma va malakalarini kundalik hayotda, jamiyatda, mehnat faoliyatida samarali qo'llay olish qobiliyati hisoblanadi. Boshlang'ich sinflarda bu savodxonlik quyidagi yo'llar bilan rivojlanadi. Ya'ni matn asosida mustaqil xulosa chiqarish mashqlari, o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga o'rgatuvchi topshiriqlar, amaliy vaziyatlarga asoslangan matematika masalalari, tajriba asosida fanlarni o'rganish, axborotni izlab topish, taqqoslash va tahlil qilish faoliyatlari. Funksional savodxonlik nafaqat PISA natijalariga ta'sir qiladi, balki ijtimoiy moslashuvchanligi, mustaqil fikrlashi va hayotga tayyorgarlikni oshiradi. PISA dasturining boshlang'ich sinf uchun ahamiyatli natijalari quyidagilar. Ya'ni PISA natijalari boshlang'ich ta'lim tizimi uchun quyidagi ilmiy amaliy xulosalarni beradi. Boshlang'ich ta'limda o'qitish faqat bilim berishgina emas, fikrlash, tushunish va qo'llashga yo'naltirilishi kerak. Darsliklarda muammoli topshiriqlar, real hayotiy misollar va tahliliy matnlar ko'paytirilishi zarur. O'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligidagi PISA kompetensiyalariga mos metodikalar o'qitilishi lozimdir. O'quvchilarda axborot savodxonligi, tanqidiy fikrlash, muloqot ko'nikmalari rivojlantirilishi kerak. Milliy ta'lim tizimida diagnostik baholash va xalqaro standartlarga mos indikatorlar joriy etilishi muhimdir. Xulosa qilib aytganda, PISA dasturi bu ta'lim tizimining ko'zgusi hisoblanadi. U o'quvchilarning nafaqat bilimini, balki bilimini amalda qo'llay olish, muammoni yecha olish, fikrlash darajasini ham ko'rsatadi. Demak, kelgusida PISA natijalariga tayangan holda mamlakatimizda sifatli, ijodiy va tanqidiy fikrlovchi avlodni tarbiyalash imkoniyatlari yanada kengaydi. O'zbekistonning PISA dasturida ishtiroki ta'lim islohotlari uchun yangi bosqich bo'lib, boshlang'ich ta'limdan boshlab funksional savodxonlikni rivojlantirish, integratsiyalashgan o'qitish va zamonaviy metodik yondashuvlarni tatbiq etish vosita bo'lib xizmat qildi. Demak, sizlar bilan bugun video darsimiz orqali qisqacha ushbu ma'lumotlar bilan tanishib o'tdik. Ma'lumotlarimiz qiziq bo'lgan bo'lsa, bizni keyingi video darslarimizda ham kuzatishda davom eting. Uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.